Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, bugun biz sizlar bilan ushbu kod yordamida VPythonda quyidagi gorizontal burchak ostida otilgan jismning harakatini 3D modelini dasturlashni o'rganamiz. Ko'rib turgan dasturingizni biz hozir yozamiz, xudo xohlasa. Buni kodi tayyor yozilgan. Biz buni qatorma-qator boshqatdan yozib chiqamiz, xudo xohlasa. Xo'p, buni biz VPython degan kutubxona yordamida amalga oshiramiz. Bu vpython.org uni rasmiy sayti va biz bu yerdan o'rganishimiz mumkin. Bu yerda masalan misollari bor, examples deb. Shu saytga kirib, qanaqangi dasturlar yozilganini bir ko'rib, u bilan tanishib chiqsak bo'ladi. Bu yerda internet ma'nosi. Xo'p, masalan mana buni ko'raylik, prujinalar sistemasini. Mana ko'rsangiz, mana shunaqangi modellar yasash mumkin shu kutubxona yordamida. Xo'p, buni endi qanday yozamiz, qanday o'rganamiz? Bu yerda documentation degan bo'limiga kirsak, shu yerda nimadan qanday foydalanish kerakligini o'zi o'rgatib qo'ygan. Mana VPython haqida mana qanaqangi jismlar qo'ysa bo'ladi, hammasi mana masalan boxni ko'rsak, shu yerdan hammasini o'rgansak bo'ladi, qaysi shaklni qanday qilib qo'yish kerakligini. Xo'p, keling endi mana ko'rsak, mana bizda box, ya'ni mana bunaqa to'rtburchakni hosil qilish uchun kubni yoki shunaqangi parallelepipedni hosil qilish uchun bizga box kerak. Uni nimasi bor? Positioni bor. Position nima bo'ladi? Albatta endi 3 o'lchovda bo'lgandan keyin uni 3 ta koordinatasi bo'ladi. 3 ta koordinatasi bo'lgandan keyin biz uni VPython 3 ta koordinatali narsalarni vektor ko'rinishda saqlaydi. Ya'ni biz vektor degan metodni yoki funksiyani shunaqa ko'rinishda saqlaymiz. Ya'ni uni joylashuvi x, y, z bo'yicha 0, 0, 0 da. Ya'ni bu yerda mana x, z, y. Ya'ni VPythonda koordinatalar sistemasi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Buni uzunligi 3, balandligi 2, qalinligi 1. Shunaqa ko'rinishda biz buni o'lchamlarini berishimiz mumkin yoki size degan funksiya yordamida ham bersak bo'ladi. Xo'p. Keling endi uni bevosita kodini yozishga o'tadigan bo'lsak. Men buni hozir ishga tushirib qo'yganman. Bu yerda mana bu ishlab turibdi hali ham. Voy. Bular ishlab turibdi. Endi men mana buni mana bu yerdan o'chirib qo'ysam bo'ladi. Buni yezsam mana o'chadi. Buni to'xtatish uchun yo bo'lmasam Spider'da bo'lsa, bu yerda konsolda X ni yozishga to'g'ri keladi. Uni ham keyin ochib ko'rsataman. Hozir men Spider bilan kelisha olmadim, shunga PyCharm'da yozyapman. Xo'p, bizga birinchi bo'lib VPython kerak bo'ladi. Uni qanday qilib yuklab olamiz? Biz avval matplotlibdan foydalanayotganda matplotlib import pyplot deb chaqirib olardik matplotlibni yoki masalan matematikadan from mass import masalan sinus yoki cosinus qilib chaqirib olardik. Endi buni hammasini chaqirib olmoqchi bo'lsak, mana bu yulduzchani beramiz. Bunda endi sinus ham cosinus ham hammasini yuklab oldik degani. Ya'ni matematika, ya'ni mass kutubxonasining ichidagi hammasini yuklab dasturimizga yuklab oldik degani. Demak, biz ham hozir VPythonda qaysi shaklda oldindan ishlashimizni bilmaymiz. Ko'p dasturlar ishlatamiz, shuning uchun funksiyalarni, shuning uchun hammasini yuklab olamiz shunaqa qilib. Endi bizga ekran kerak bo'ladi. Ekranni qanday ochamiz? Ekranni ochish uchun bizda mana ekran canvas degan funksiyadan foydalanamiz. Canvas bergandan keyin o'zi mana bu ko'rsatib beryapti. Title uning nomi. U nomiga masalan gorizontal burchak ostida otilgan jism deb beramiz. Endi uni kengligi bor. Kengligiga keling mana 900 beraylik va balandligiga teng 600 deb beramiz. Biz ekranni yaratib oldik, ekranni ochib oldik. Endi ekranda biz
ekran biz ana shu 3D modellarni mana shu ekranda ko'ramiz. Endi 3D jismni hosil qilishni boshlaymiz. Masalan, shar. Sharni qanday qilib yasaymiz? Mana bu paycharm o'zi ustun tarafi shu agar kutubxona yuklab olsangiz, undan qanday foydalanishni o'zi avvaldan ko'rsatib beradi. Xo'p. Sharni biz mana hosil qilishimiz uchun biz sphere degan funksiyadan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Uni ham joylashuvini biz mana shunaqangi vektor ko'rinishda beramiz. Vektor masalan 0 0 qayt 0 0 0 va uni endi shar bo'lgandan keyin nimasi bor? Radiusi bor. Uni o'lchamini radiusda beramiz. Masalan 5 bo'lsin. Endi uni rangi bor. Rangini color teng deymiz. Color nuqta deb turib, color teng, color nuqta deb turib, keyin rangini nomini yozamiz. Red. Bo'ldi. Endi biz sharni ham ochib oldik. Endi bu bizning ekranimizda ko'rinishi kerak. Bizning ekranimizda ko'rinish uchun biz nima qilamiz? Sikl yozamiz. O'zi animatsiya degani juda ham ko'p kadrlarning tez o'tkazilishida, ketma-ket o'tkazilishi. Ana shu ketma-ket o'tkazishni biz rate bilan beramiz, ya'ni rate 120 degani 1 sekundda 120 ta kadr degani. Va biz bunga sharni joylashtiramiz. Teshga tushirib ko'rsak, mana bizning sharimiz paydo bo'ldi. Bu hozir 000 da turibdi. Bu degani nima degani? Bu degani uning markazi 0,0 koordinatda turibdi. Usti, tagi yoki yonboshlari emas, markazi. Bu yerda shunaqa. Endi buni mana yerdan ezib o'chirib qo'ysak, o'zi avtomatik yo'qolib qoladi. Xo'p. Endi biz mana bu sizlarga ko'rsatgan mana dasturimizni yozishimiz kerak. Buni endi biz boshlaymiz. Bizga birinchi mana sharchani yaratib ochib bo'lganmiz. Endi bizga mana bu tagidagi taxta kerak. Yashil taxta. Uni ham yozishni boshlaymiz. Xo'p. Biz taxta endi parallelepiped ko'rinishda bo'ladi. Demak, uni nima deymiz buni? Asosmi? Asos teng box deb kiritamiz. Box deb kiritamiz va uni pozitsiyasini birinchi uni o'lchamini beraylik. O'lchami hop x da 500, y da 600, y da 6, ya'ni endi qalinligi bunaqasi kengligi z bo'yicha kengligi 50 bo'lsin. Va buni biz vektor ko'rinishda berishimiz kerak. Endi uni joylashuvi bor. Uni joylashuvi. Uni ham vektor ko'rinishda beramiz, chunki 3 ta koordinatasi bor. 0 0 0 0 deb kiritib turaylik hozircha. Endi uni rangini shunaqangi rangini yashil deb beraylik. Ishlatib ko'rsak. Mana ko'rib turibsiz, taxta paydo bo'ldi bizda. Taxta paydo bo'ldi. Lekin sharimiz ichida bo'lib qoldi, ya'ni ichkarisiga joylashib qoldi. To'g'rimi? Ichkarisiga joylashib qoldi. Bizda lekin shart bu taxtani ustida bo'lishi kerak edi. Buni ustiga chiqarib qo'yish uchun nima qilishimiz kerak? Ustiga chiqarib qo'yish uchun mana bu taxtani markazi 0 da turibdi. Demak, 0 dan tepada 3 bor, pastda -3 bor. Taxtani tepasini 0 ga tushirish uchun biz buni -3 qilib qo'yishimiz kerak, y bo'yichasini. Va endi sharchamizni ham markazi 0 da turibdi, ya'ni 0 dan tepada 5 bor. Biz buni mana shu taxtani tepasiga chiqarib qo'yishimiz uchun tagi 0 da bo'lishi kerak. Hozir bizda tagi -5 da turibdi, chunki sharchani markazi 0 da turibdi. Radius 5 bo'lgandan keyin uni tagi -5 da turibdi. Biz uni tepaga chiqarib qo'yishimiz uchun bunga 5 berib qo'yishimiz kerak. Va endi buni ishga tushiradigan bo'lsak, mana sharchamiz taxtani ustiga chiqdi, ko'rib turganingizdek. Endi biz buni
harakatlantirishga harakat qilib ko'ramiz. Yoki avval ikki yonidagi to'siqlarni paydo qilib olaylik. Hop, avval ikki yonidagi to'siqlarni hosil qilib olaylik. Bu hozir 0 turibdi. Demak, biz ikki yoniga to'siq qo'ymoqchimiz. Ikki yonidagi to'siqni qanday qilib qo'yamiz? Bu ham quti ko'rinishda bo'ladi, ya'ni boks ko'rinishda bo'ladi. Keling, devor ikkita to'siq kerak bizga. Devor bir teng deymiz. Bu ham to'siq, bu ham shu ko'rinishda. O'lchamini endi biz vektor. Bu yerda bitta ko'rib olaylik o'lchamini. Hop. 20 250 qilib beribmiz. Demak, uni x o'qidagi qalinligi 20, balandligi 200 va qalinligi 50. Ha, mana bu taxtamiz qalinligi bilan mos tushishi kerak-da. Bu vektor ko'rinishda bo'ldi. Endi uni joylashuvi. Endi o'ylang. Buni joylashuvi x o'qida minus 225 x o'qi bo'yicha qilamiz va y bo'yicha buni ko'tarib qo'yishimiz kerak. Tagini ko'tarib qo'yishimiz uchun buni 100 berishimiz kerak, to'g'rimi? 100 berishimiz kerak va z o'qidagi joylashuvi 0 qilamiz. Va buni rangini color nuqta dims orange deb berib ko'ramiz. Shu birinchi devorni ko'rib olaylikchi, qanday joylashganini. Mana hozir biz markazini 225 ga qo'yganimiz uchun shu yerga kelib qolibdi. Buni yana ham surishimiz kerak. Yana ham surish uchun nima qilishimiz kerak? 500 da turibdi. Buni qalinligi 20. Ha, buni 230 qilib berishimiz kerak ekan. 230 qilib bersak. Yo'q. Buni qalinligi 20. X o'qidagi qalinligi 20. Bu 200 minus 250. Buni minus 240 qilsak, shunda. Mana, endi mana joylari to'g'ri keldi. Mana buni qalinligi 20 turibdi. Bu mana bu nuqta minus 250. Mana bu nuqta minus 200. Buni qalinligi 20 bo'lgandan keyin 230. Biz o'rtasini demak minus 240 olib kelishimiz kerak. Shuning uchun bu yerga minus 240 yozdik. Endi ikkinchi devor uchun ham xuddi shu jarayon bo'ladi. Faqat endi bu ikki taraf simmetriya bo'lgani uchun buni plus 240 bo'ladi. Bo'ldi. Shunday ochib olsak, mana biz ikki tarafga devorni o'rnatib oldik. Endi biz sharchani harakatlantirishimiz kerak. Mana bu siklda biz har safar sharni ko'rsatyapmiz-da. Shar joyida qimirlamasdan turibdi. Agar biz uni joylashuvlarini, koordinatalarini o'zgartirsak va har safar uni mana bu kadrlarga qo'yib chiqsak, har bitta kadrga qo'yib chiqsak, shunda u bizga harakatlanayotganga o'xshab ko'rinadi. Xo'p, uning uchun nima qilamiz? Sharchani dastlabki koordinatasini keling minus 230 emas, yo 30 mi? Minus 230 beraylik. Minus 230 beraylik va uni x bo'yicha tezlik beraylik. X bo'yicha tezligi keling masalan 10 bo'lsin. 10 bo'lsin. Endi biz nima qilamiz? Sharchani harakatlantiramiz. Uning uchun nima qilamiz? Mana bu x koordinatani o'zgartiraylik. X'imiz bo'lsin x plus vx ko'paytirilgan va endi biz mana bu differensial tenglamalar sonlash darsimizni ko'rgan bo'lsangiz, biz ana shundan foydalanamiz. Ya'ni xuddiki dv taqsim dt teng a degan tenglamani ishlaganimiz kabi yoki dx taqsim dt teng v, bu yerda hozir tezligini o'zgarmas deb qarasak, dx taqsim dt teng v bo'lsa, vx bo'lsa, unda dt'imizni masalan 0.1 beraylik. Va biz har bitta keyingi dt uchun masalan boshlang'ich vaqtimiz 0 bo'lsa, keyingi 0.1, 0.2, 0.3 har bittasi uchun biz tezlikni hisoblamoqchi bo'lsak, koordinatani hisoblamoqchi bo'lsak, x plus v dt. Ya'ni avval minus 230 edi koordinatamiz.
keyin o'sha tezlikda vdt ga, ya'ni 0,1 sekunddan keyingi bosib o'tgan yo'lini avvalgi x ga qo'shib, yangidan x ga saqlayapmiz. Endi yangidan x ga saqlayapmiz. Uni nima qilishimiz kerak? Biz shunchaki x ni topdik, lekin sharni koordinatasini o'zgartirmadik. Sharni koordinatasini o'zgartirish uchun shar nuqta post deymiz. Ya'ni bu pozitsiyasi vektor ko'rinishda, uni ham x koordinatasini, x bo'yicha koordinatasi biz mana topgan x ga o'zgartirib qo'yamiz. Bo'ldi. Biz mana bu sharni endi o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Bitta ishga tushirib ko'rsak. Mana ko'rsangiz, mana shar yurib ketyapti. Lekin mana bu devor xuddiki ruhga o'xshab qoldi, ya'ni o'tkazib yubordi. Sharimiz ketyapti shu x bo'yicha. Mana bu devorda pisand qilmadi. Bu ko'rinishlar hammasi shunchaki rasm bo'ladi, ya'ni harakatlarni yozayotganimizda bu avtomatik sezmaydi. Shuning uchun biz buni shartlarini kiritishimiz kerak. Ya'ni devorga kelgan devorning koordinatalarini kiritib, shu koordinataga kelganda orqaga qayt degan shartni biz berishimiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilamiz? Buni keling, mana hozir yana bitta ishga tushiraylik-da. Biz mana bu koordinataga kelganini aniq sezganda tezligini minusli qilib qo'ysak, ya'ni teskarisiga o'girib qo'ysak, bu orqaga qaytib ketishi kerak. Buni koordinatasi qanday? Mana bu 250 edi, qalinligi 20 bo'lgandan keyin mana bu koordinata 230. 230, to'g'rimi? Endi 230 bo'lsa, sharni ham radiusi bor. Sharni radiusi 5 bo'lgani hisobiga, demak 225. Agar sharni markazi 225-koordinataga kelsa, 225 ga kelsa, bu devor bilan to'qnashadi. Biz mana shu narsani bilgan holda hozir shunday qilamiz. Agar sharning x bo'yicha turgan joyi katta yoki teng bo'lib ketsa 225 dan, yoki buni teskari tarafi ham bor-da. Teskari tarafda minus 225 bo'lib qoladi. Chunki simmetrik. Shar nuqta post nuqta x endi minus 225 dan kichik bo'lib ketib qolsa, demak devorga ichiga kirib ketadi. Shuning uchun biz uni kichkina yoki teng minus 225 dan bo'lib qolsa deymiz. Keling, mana vx ni teng minus vx qilib qo'yamiz. Shunda tezligi teskari tarafga o'zgarib qoladi. Bitta ishga tushirib ko'rsak, nima qotib qoldi? Nima qotib qoldi? Minus 230 emas, shuni minus 225 berib turaylik. 220 berib turaylik. Ha, shartimizdan tashqariga chiqib qoldi-da. 220 minus 220 berdik boshlanish koordinatasiga. Mana endi ko'rsangiz, devorga kelib, tezligi o'zgarib, boyagi shart bajarilib, minuslikka qaytib, urilib qaytib ketyapti. Tabriklayman, birinchi mana shu animatsiyani dasturladik. Endi biz nima qilamiz? Endi biz bu sharni uchiramiz. Uchirayotganda avval biz dx tasini data teng v degan tenglamani ishladik bu yerda, to'g'rimi? X teng x va x plus va x data qilib. Endi bizga y qo'shiladi. Y bo'yicha bizda gravitatsiya bor, j bor. Uni ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Keling, endi uchiramiz. Uchirish uchun nima qilamiz? Y bo'yicha koordinatasini beraylik. Y bo'yicha bu shunchaki o'zgaruvchi. Keyin mana bu post nuqta y qilib, y bo'yicha koordinatasini o'zgartirib animatsiyaga kiritamizda. Xo'p, y bo'yicha koordinatasini 5 deb berishimiz kerak dastlab. 5 deb bersak, u mana shu taxtadan tepada turibdi. Bo'ladi. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Endi bu dastlabki y. Endi va y ni ham kiritib ko'raylik. Va y deb kiritib ko'raylik. Masalan, va y'imiz 30 yoki 40 yoki 50 bo'lsin. Va x ni ham bir 40 ga o'zgartirib turaylik. Endi bizda j bor. J'imiz necha? 9,81. Endi nima bo'ladi? Vx'imiz o'zgarmaydi harakat davomida, lekin va y'imiz ham o'zgaradi
va mana bu y koordinatamiz ham o'zgaradi. Biz siklni har birida biz mana shularni hisobga olishimiz kerak bo'ladi. Uni qanday hisobga olamiz? Demak, tezligimiz ham o'zgaradi dedik. Va y'imiz o'zgarib turar ekan. Demak, va y plus j ko'paytirilgan data yo'q, minus j va y teng v0 minus v0 sinus alfa minus j edi. Biz uni v0 sinus alfa v0 cosinus alfa qilmayapmiz. v0 cosinus alfani to'g'rima-to'g'ri 40, v0 sinus alfani to'g'rima-to'g'ri 50 deb kiritib ketyapmiz. Shuni ham e'tiborga oling. Xo'p, avvalgi tezligimizdan j-ni ayirasak, ya'ni 0,1 sekund o'tgandagi tezligini topsak va y bo'ladi. Endi ana shu nuqtadagi koordinatasini topaman desak, y plus va y nima bo'ladi? Dt bo'ladi. Biz differensial tenglamani ishlashda ko'rgan edik. Shunaqa qilib biz koordinatani topyapmiz. Ya'ni ana shu oniy tezligini topyapmiz y bo'yicha va ana shu oniy tezligini dt ga qisqa vaqtga ko'paytirganimizda y bo'yicha bosib o'tgan kichik masofasi kelib chiqadi. Biz y ga shu narsani qo'shib qo'yib, koordinatasini y bo'yicha koordinatasini topyapmiz. Va endi koordinatasini topdik. Shar nuqta o'z nuqta y-ni endi ana shu biz topgan y ga tenglab qo'yamiz. Bitta ishga tushirsak, mana bu 3 ta. Lekin bitta qaytgandan keyin pastga tushib ketdi. Ya'ni pastdagi to'siqni yana bu inobatga olmadi. Uning uchun biz ham yana xuddi shu shartni y uchun ham kiritishimiz kerak bo'ladi. If deymiz, shar nuqta o'z nuqta y deymiz. Bu paychalarni chiqarayotgan mana narsalarga e'tibor bering. Qachon pastdagi to'siqqa urilgan bo'ladi? Qachonki uni markazini koordinatasi, ya'ni sharni koordinatasi 5 bo'lganda. To'g'rimi? Agar 5 dan kichkina bo'lib ketib qolsa, demak u to'siqdan pastga tushib ketyapti. Asosdan pastga tushib ketyapti. Demak, qachonki uning koordinatasi 5 dan kichkina bo'lib ketib qolsa deymiz, va y teng minus va y qo'yamiz. Va ya'ni bu to'siqqa pastdagi asosdagi to'siqqa urilganini sezdi va y bo'yicha tezligi teskarisiga ishorasiga qaytib qoldi va u endi qaytadan tepaga otilib ketadi. Bitta ishga tushirsak, ana. Ko'rdinglarmi? Shunaqa bo'lyapti. Lekin endi biz bunga harakatini izini qoldiradigan qilsak bo'ladi. Izini qanday qilib qoldirishimiz mumkin? Bu yerda sharni izini qoldirmoqchimiz. Shuning uchun sharni izini qoldirish uchun bu yerda make trail, ya'ni trayektoriyasini qoldir degan funksiyani kiritamiz va uni rost qilib qo'yamiz. Endi trayektoriyani shaklini kiritishimiz mumkin. Trail deb turib type desak, teng bunday qilib nuqtalar ko'rinishida beramiz. Masalan, nuqtalar ko'rinishida beryapmiz uni. Endi retain degani bor. Retain bu nuqtalar, masalan, nechta nuqtadan keyin avvalgi nuqtalar o'chib ketsin. Masalan, 70 ta nuqtadan keyin avvalgi nuqtalar o'chib ketsin degan narsani beramiz. Shunda hozir buni trayektoriyasini rangini bermadik. Shuning uchun sharchani o'zini rangida chiqaradi trayektoriyasini ham. Bitta ishga tushirsak mana. Aytmoqchi, trailni radiusini ham bermayapmiz. Trail radius degan narsa bor. Hozir ko'rgan bo'lsangiz juda ham kichkina chiqdi izi. Trail radiusni keling 3 beramiz. Bitta ishga tushirsak, mana sharchamizni izi qolyapti. Shunaqangi qilib biz animatsiyalar dasturlashimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun ko'rdingiz, koordinatalar aniqlashda ana shu differensial tenglamalarda yechishni Euler usulidan foydalandik. Uni xatoli katta bo'lgani uchun borgan sari so'nib ketyapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Bu so'nishni qanaqa qilib oldini olish juda ham qiyin. Boshqa usuldan foydalanish kerak bo'ladi, lekin biz mana bu dt-ni sal kattaroq oldik. Shuning uchun bu dt-ni qanchalik kichraytirsak, xatoligi shuncha kamayadi. Biz buni 10 barobar kichraytirganimiz uchun biz bir soniya ichidagi kadrlarni soni ham 10 barobar oshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. 120 edi, 1200 qilib qo'ydik. dt-ni 10 barobar kamaytirdik. Soniyadagi kadrlar sonini 10 barobar ko'paytirdik. Bitta ishga tushsa, endi bu sekinroq so'nadi. Bu ham so'nadi, lekin oldingisiga nisbatan sekinroq so'nadi. Biz mana shunday qilib, ya'ni koordinatalarni aniqlashda shunaqangi differensial tenglamalar ishlash bilan yoki
boshqa usullari bilan shunaqa qilib. Muhimi biz koordinatasini aniqlasak bo'ldi. Koordinatasini qanday qilib o'zgarish qonuniyatlarini shu while'ni ichiga kiritib, uni koordinatalarini o'zgartirish orqali, shunaqangi shartlar berish orqali biz shunaqangi animatsiyani dasturlashimiz mumkin bo'lar ekan. Mana bu kichkina chiqib qolyapti. Agar kattaroq chiqishini xohlasangiz, o'zingizni kompyuteringizni ekraniga moslagan holda ularni o'zgartirib chiqsangiz bo'ladi. Men shuni kiritib topdim. 1520 ga 745 qilsam, 1520 ga 745 qilsam, bitta ishga tushirsam, shunda menda to'liq ekran bo'lib chiqar ekan. Buni siz o'z kompyuteringizga moslab shunaqa qilib chiqarsangiz bo'ladi. Xo'p, bugungi darsimiz shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Ushbu video dars Shamsiddinov Muhammad Sodiq tomonidan Turkiston Science kanali uchun maxsus tayyorlandi. Imtihonlarda omad. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Aytgancha, bizni imtihonimiz kompyuterlarimiz Spider bilan topshiramiz. Shuning uchun VPythonda ishlatganda mana bu tarafdagi kodga umuman e'tibor bermang. VPythonda ham mana shu hozirgi ko'rgan kodlarimizni ishlatganda xuddi shu joyda, ya'ni konsolda xuddi shunaqangi ko'rinishda turadi. Xuddi shunaqa ko'rinishda turadi va brauzerda boyagi animatsiyamiz chiqadi. Uni biz mana buni ezish orqali to'xtatishimiz mumkin, lekin qiyin, lekin to'xtamay qolishi ham mumkin. Bu hozir oddiy dastur bo'lgani uchun, cheksiz sikl bo'lgani uchun osongina to'xtayapti. Lekin VPython ishlatganimizda to'xtamasligi mumkin. Shuning uchun mana bu konsol bir A ni oldida turgan X ni essak, konsol yopiladi-da, yangi konsol ochiladi. Biz VPythonda ishga tushirganimiz, Spider orqali ishga tushirganimizda biz mana shu joydan yopishimizga to'g'ri keladi.